أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم hörmetlik sabaqdaşlar. Bugünkü dersimiz inna ve ahvatuha hakkında buludu. Biz aldığımız derste edevatın navasıq qatarda bo'lgan af'alul muqariba haqida to'xtalgan. Bugün dersimiz edevatın navasıq qatarda bo'lgan inna, anna, ka'anna, lakin, laytin, la'allidan ibaret inna ve inni türdekiler hakkında to'xtalamiz. Endi bu inna ve inni türdekiler edevatın navasıq deb atılışı. Çünkü bu isimlik cümlenin başı kişi isimlik cümlenin muhtadasını özünün ismini qilib tushuntirishga o'zgartiradigan, ismlik cümlenin xabarini o'zining xabar qilib boshqa holatda qoldiradigan qo'shimchalar bo'lganlik nuqtasidan shu buni adavot-i nawasikh deb atadik. Ya'ni bu adavot-i nawasikning harfi nasikh qatorida hisoblanadi. Unda da inna, anna, ka'anna, lakin, layta, la'alla buni yine ba'zi kitoblarda harfi mushabba bil fil deb ataymiz. Inna ve ahvatuha bunun yeni bir ismi harfi mushabba bil fil. Endi bunun harfi mushabba bil fil bo'lsa, bunun amili nima ve onun ma'nilari nima degan haqida to'xtalganimizda va nima ish bu harfi mushabba bil fil deb atiladi degan haqida to'xtalganimizda inna ve ahvatuha bunun amili tansibul mubtada ismen lahu ve terfa'ul haberan lahu. Yani mubtadani o'zining ismi qilib tushuntirishga keltiradigan, xabarni o'zining xabar qilib boshqarishga keltiradigan vositalar. Masalan, Muhammadun talibun desak, inna kirgandan keyin inna Muhammadan talibun bo'ladi. Inni kirishning oldida Muhammadun mubtada, talibun xabar edi. Endi hozir inni kirgandan keyin inna Muhammadan talibun bo'lib, Muhammadan ismu inna mansub alamat nasbi al-fatha xabar talibun xabaru inna marfu alamatur rafi az-zamma deb qaraymiz. Endi bu inna, anna, ka'anna, lakin, layta, la'alning ma'nosini bildirganda inna odatda chuqum degan ma'noni bildiradi. Yani ta'kid ma'nosini ifodalab turadi. Bu shu xabar ismini xabarda ta'kidlab foydasini beradi. Inna, anna. Shundaqla endi bular harfi mushabba bil fil deb ataldi. Harfi mushabba bil fil deb atilishi 3 nuqtadan bo'ldi. Birinchisi ma'na jihatda filga o'xshadi. Masalan, inna, anna, jadda, yajiddu degan filga ma'na jihatda o'xshadi. Ka'anna, ashbaha, yushbihu degan filga ma'na jihatda o'xshadi. Lakinna, istadraka, yastadriku degan filga ma'na jihatda o'xshadi. La'alla, raja, yarju degan filga ma'na jihatda o'xshadi. Layta, tamanna, yatamanna degan filga ma'na jihatda o'xshadi. Mana bu ma'na jihati filga o'xshashi. Ikkinchisi harf jihati filga o'xshadi. Filningmi ikki harfliklari, filningmi uch harfliklari, to'rt harf va besh harf va olti harfliklari bor. Bu fillarning ba'zisi bu harflarning ba'zi uch harf, ba'zi to'rt harf bo'ladi. Masalan, inna, anna bu uch harflik fil. Bu o'xshaydi harfda 3 harflik filning 3 harflik bo'lganda sulasi mujarrad 3 harflik fillar bo'lgan o'xshash. Endi ka'an shundaqla inna, anna, layta ma 3 harflik. Endi ka'anna, lakinna, la'alla ma'lum 4 harf. Mana bu fil hem 3 harflik hem 4 harflik bo'lgan o'xshash. Bo'limi hem 3 harflik hem 4 harflik bo'lgan nuqtadan harf jihatda filga o'xshaydi. Üçüncüsü amal jihati filga o'xshaydi deymiz. Ya'ni bu amal jihati filga o'xshaydi deyishimiz, filmi odatda bir so'zni ismin deb boshqarishda, ya'ni fa'ilim deb boshqarishga keltiradigan, yana bir so'zni maf'ulum deb tushuntirishga keltiradigan amallarni qilganga o'xshash. Ya'ni bumi birini ismin deb zivar, yana birini ismin xabarim deb tashviq tutgan holatda birini marfu birini mansub qilish jihatda mana filga o'xshaydi. Shu jihatdan bularni harfi mushabba bil fil deb atadik. Endi bu inna, anna, ka'anna, lakin, layta, la'alninki ma'ni amali xuddi kanining amalining aksi bo'ladi. Kana
ismini peş okutan bolsa bu ismini zibar okudu. Kana ismini haberini zibar okutan bolsa bu haberini peş okudu. Hem de inninin çokum degan ma'noni bildirdi. Inna anna hem de ka'anna lekin buruluş ma'nosini bildirdi. Buruluş ma'nosini inna anna kan lakinna ka'anna tashbih o'qitish ma'nosini bildirdi. Lakinna istadraka yastadriku buruluş ma'nosini ka'anna tashbih ma'nosini bildirdi. Ham la'alla odatda ya tarajji ma'nosini ifodalaydi yoki ishbaq ma'nosini ifodalaydi. Ya'ni ya umid ma'nosi bilan keladi yoki odatda la'alla bu ansirash ma'nosini bildirdi. Masalan la'allal imtihana sahlun desek bu umid ma'nosini bildiradi, tarajji ma'nosi kelgan bo'ladi. La'allal imtihana sa'bun desek ishbaq ma'nosini bildirgan bo'ladi. Hamda layta bir xil umid arzuni bildiradi, lekin la'alla ninki o'xshashmaydigan tarafi la'alla mumkin bo'lmaydigan yoki muhal bo'lgan ishora ishlatiladi. Masalan layta shababa yaudu deganga o'xshash. Chunki yoshlikdan orqasiga yenishi mumkin emas. Yoki qo'lga kelishi, vujudga chiqishi qiyin bo'lgan bir ishlarda ishlatiladi. Masalan laytali milyar dollar desa bir qalanda namratdan birisi qo'y, mening milyar dollar pulim bo'lgan bo'lsa desa, buning vujudga chiqishi nayt tas bo'ladi. Shunga o'xshagan, demak bu harflarning hammasining o'ziga tushliq bir ma'nolari bor. Ba'zi o'qitish ma'nosi bildirdi, ba'zi burilish ma'nolari bildirdi. Tövende her birisinin ameli ve onun ma'nolari haqida to'xtalamiz va undan boshqa haqida to'xtalamiz. Musannif rahimahullah bu inna ahvatu haqida mundaq deydi. Li inna anna layt lakinna la'al ka'anna aksu ma likana min amal ka'inna zaydan alimun bi anni kub'un walakinna ibnahu zu dighnin. İnni üçün ve inna anna leyte lakinne la'alle ke'anneler üçün kanının emelinin eksi bah. Beknin mazmuni kan üçün boğan emelinin eksi inna anna leyte lakinne la'alle ke'anne üçündür. Demek bayan bizde poğanik emeli şunu eksi. Mesela bu in zeyden alimun bi anni kufun velakinnehu ibnu dudagnin desek diyen sunu şeydi. Mesela zeyd inne zeyden alimun ese zeydun alimun de in zeyden alimun diyen buldu. Bir şeyde inne ning ismisi Zeydun buludu, Zeydan buludu, alimun inninki haber oludu. Şuna Zeydan deb zibar qilgan. Esa Zeydun alimun de, Zeyd bilguchi. Bi anni kufun ba huruful jar, anna huruf mushabbah bil fi'l, nun an bi anni ya yaul mukhatab yaul mutakallim annin ismi oludu, kufun haber oludu. أنه ركن شباب بالبلوغ يا اسم إن منصوب çünkü ya ضمير مبني على سكون في محل نصب اسم إن كفون خبر أن بلوغ. أمدي لكنّدeki ibnahu lakin'nin haberi buludu. Nima? Lakin'deki ibnahu lakin'nin ismi soludu. Bu dağının lakin'ninki haberi hesaplanıdı. Ve zu sahip manası zu. Şun Zeyd menin köp'un kol yıkkıllıkımni köp'un kol yıkkallıkımni bilgüçüdür. Lekin onun oğlu adavatxor degan yerdeki o'xshash. Anda da bu inna annaka anna lakin laytil alninki ameli kanunun amelinin aksi iken bu yerda laytinin ma'nosini ham la'anning ma'nolarini ko'rib o'tdik. Undan boshqalarninki kanna shu o'qitish tashbih ma'nosini bildirdi. Kanning ismi xabari ismi jamiddan bo'lsa tashbih ma'nosini bildirdi. Agar kanning xabari ism mushtaqdan ya fildan bo'lsa bu joyda kanna gumon ma'nosini, zan ma'nosini ifodalab qilgan ahvollar bor. Shunlashqa bu ma'nolari tuvanda tafsili chiqadi.
Musannif rahimahullah muşu haqda mundaq deydi. Wa ra'izat tartiba illa fillazi kalayta fiha aw huna ghayral bazi. Bu beyt mush xabarning mush inna annaka aninki xabarının ismidan ilgiri kelish haqida to'xtaldi. Inninki mushu ism xabarlarda xabari ismining oldida kelamdi ekanman degan haqida. Endi ismining avval xabarining kim kelishi asli qoida. Chunki nimishqa avvalan mubtada kelish, uningdan keyin xabar kelish asli qoida bo'lganligi nuqtasidan shu buni asli deb qatag'amiz, lekin mushu o'zirib turgan ahvol bo'lmasi bor. Va ra'izat tartib siz mushu tartibga rioya qiling. Avvalan ismisi keladigan, uningdan keyin xabar keladigan bu tartibga rioya qiling. Siz mushu tartibga rioya qiling. Avval ismisi, undan keyin xabar keladigan tartibga va shundaqla xabarning ma'mulini ismining oldiga chiqarishning cheklanadiganligi tartibiga rioya qiling. Agar xabarining ma'muli ismining oldiga chiqsa bo'lmaydi, lekin xabarning ma'muli o'zining xabarning oldiga ismining keyinga kelsa bo'tu degan bu tartibga rioya qiling va shundaqla bu tartibga rioya qiling. Ismisi keyin xabari ilgari kelsa bo'ladi. Ism xabari shibil jumla bo'lsa yoki zarb bo'lsa bo'ladi degan bu tartiblardagi shu ismli jumlaning qonunidagi tartiblarga rioya qiling demakchi. Şu raizat tartib bu tartib illa fillazi layt fiha aw huna ghayral bazi da rioya qilmasınız bo'ladi. Layt fiha aw huna ghayral bazining o'xshashligida rioya qilmasınız bo'ladi. Endi layt fiha aw huna ghayral bazi da rioya qilmasınız bo'ladi. Digine avval ismisi uningdan keyin xabarini keltirgan bu ishni qilmasin bo'ldi. Avval xabari undan keyin ismisi kelsin bo'ldi. Bu nima deganda layta fiha g'ayr aw huna ghayral bazida kashki uning ichida yoki mushiyada g'ayral bazi bu joyini og'zi sat bo'lgan og'zida badbashir odam bo'lsa uchun og'zi badbashir bo'lgan kishining g'ayri bo'lsa degan gap og'zi badbashir bo'lgan odam bo'lmasa uchun satga qadam bo'lmasa uchun degan bo'ldi. Anda kelish andada xabari fiha laytidiki ning xabari fiha g'ayral bazi xabar ism so'ludu. Endi bunda inna annaka ana laka laytila alaning mushobbatdagi harflarning ismisi shibil jumladan kelgan bo'lsa ilgari kelsa bo'ladi. Endi bularning ismi nimadan keladi, xabari nimadan kelsa, qandaq narsa mubtada bo'lishi yarasa, shundaq narsa bularning xabari bo'lalaydi, ismisi bo'lalaydi. Qandaq narsa xabari bo'lsa, buning shundaq narsa xabari bo'lalaydi. Yana buning xabari film jumla fi'liyadanmi keladi, jumla ismiyadanmi keladi, mufrad ismlardanmi keladi, jar majrurdanmi keladi, shibil jumladanmi keladi. Endi xabar shibil jumladan kelib qolsa yoki zaribdan kelib qolsa, u chog'da bu tartibning aksi bo'yicha xuddi mubda xabar durust bo'lgandek, avval ismis xabari, undan keyin ismis kelsa durust. Va shundaqla agar xabarning ma'muli boshqacha xabarning ma'muli nima bo'lib qolsa, xabarning ma'muli ilgari kelsa bo'lmaydigan bir tartib bordi, shu tartibni shunday rioya qilinadi. Bu tuvanda chiqadi tafsili. Endi agar buning shu ismisi tartibga rioya qilindi, ismisi nima bo'lmay, anda zarb yoki shibil jumla bo'lmay qolgan chog'da nima xabari shibil jumla bo'lib, ismisi odatda ism bo'lganda xabar ilgari kelgan bilan undaq bo'lmali ilgari kelsa bo'lmaydi. Masalan, Muhammadun zahibun degani Muhammadun mubtada, zahibun xabar. Bu o'zlib kelsa bilan tursa, inna Muhammadun zahibun kelsa bo'lgan bilan inna zahiban Muhammadun deb kelmaydi. Bu mamnu buningda. Inna zahiban Muhammadun deb kelmaydi. Bu joyda ma'na fasad, ma'na buziladi. Shunga ismni xabarni ilgari keltirishga bo'ladi, ammo xabarni ismiga ilgari keltirish la yajuz, durust emas. Ammo durust shibil jumla deb qolsa deymiz. Endi bizga bir necha savollar kelib chiqadi.
qanday chaqda ismisini ilgari keltirishga bo'ladi, qanday chaqda keyin keltirishga bo'ladi, ismini ilgari keltirish qanday chaqda vojib, qanday chaqda durust degandek bu tafsilot chiqadi. Shunga ismini biz bu yerda inna annaka annallahillaytilarning xabari ya mufrad bo'ladi, ya jumla bo'ladi. Mufrad bo'lgan chaqda ismisini ilgari xabarini kim keltiramiz? Uni aksincha inna Zahiba Muhammadga o'xshash kelsa bo'lmaydi. Endi xabari jumla bo'lganda o cümle ya cümle ismiye olurdu ya ki cümle fi'liye olurdu. Endi cümle fi'liye olsa o çağda haberini ismini aldı keltiriş qat'iy durust olmaydı. Endi cümle ismiye olab qalsa çölese yani bo'lmaydi. İzmarqa bizlik lazım ki qaladı. Ama haberi şibir cümle olab qolgan çağda o çağda haber şibir cümle olsa ilgari keltirsek bo'ladi. Endi lekin xabarni ismiga ilgari keltirish vojib bo'lgan o'rinlarmi bor. Shunga xabar shibir jumla bo'lgan chaqda bu chaqda ismi xabarni ismiga ilgari keltirsak bo'ladi. Birinchisi shu masalan misoldan birini ko'rsak biz inna ladayna ankalan va jahima o'xshash manda bo'lib qolsa. Endi masalan inna fil pasti tullabahu o'xshash bo'lib qolsa ilgari keltirish vojib. Chunki xabarni ilgari keltirish vojib. Nimishqa? O inning ismisidan xabarga zimir qaytib olib qolsa, o chaqda ismisini keyin xabarni ilgari keltirish vojib. Masalan, fil haqiqati sahibi har degan misolni ko'rgan biz. Fil haqiqati sahibi har. Endi bu yerda inna fil haqiqati sahibaha deb keltirish vojib bo'ladi. Çünkü sahibaha fil haqiqati desak, o chaqda zimir sahibarki zimir labzan va rutbatan martaba jihatda oxiri qaytib qoladi. Shuni durust emas. Bu chaqda bu inninki xabarini ismiga ilgari keltirish vojib holatga aylanadi. İkinci birisi inning ismisi nakir ism bo'lib, xabari shibir jumladan bo'lgan chaqda o chaqda xabarini ilgari ismini keltirish yana birga vojib bo'ladi. Endi ba'zi chaqda xabarini kim keltirish vojib bo'ladi. Bayonqi ishkolat ismini ilgari keltirish vojib bo'lgan edi. O ishkolat qasi bo'ldi. Inning ismidan xabarga zimir qaytib qolsa ismini kim keltiramiz? İkincisi inningki ismisi nakira xabari shibir jumla bo'lgan xabarini ilgari ismini kim keltiramiz? Bu. Endi ikincisi xabarini kim keltirish vojib bo'lgan o'rin. Qanday chaqda desa, xabarini ilgari keltirishdan cheklaydigan bir mani bo'lsa, bu chaqda ilgari keltirish vojib bo'ladi. Xabarini burun, uningdan keyin nima ismini burun, uningdan keyin xabarini keltirish kerak. Bir ilgari keltirishdan cheklaydigan, xabarini ilgari keltirishdan cheklaydigan mani bo'lsa. Masalan, inna saadata la fi amalis salih. Baxt saadet şeksiz salih amelde desek haberini ilgari keltirib ishada inna fil amali salih yoki inna labi amali salih as-saadata keltirganligi bo'lmaydi. Inna saadata lafi al-amal as-salihda ismini burun haberini keltirish vojib. Nimish qarasangiz chunki xabarda lamul ibtido kelgan. Endi chunki xabarda lamul ibtido kelgan chaqda cho'qim xabarni kim keltirish vojib. Chunki la inna as-saadata lafil amal salihda lam ibtido muzahlaqa deb atab qo'yamiz. Lamul muzahlaqa asli mubtidoning 5ga kirdi. Mubtidoning 5dan xabarga yetkilib ketgan lam deymiz buni. Nimishqa bu xabarda lam bo'lsa, lam ibtido bo'lsa bo'lmaydi desiniz. Buni lamni ta'kid deymiz. Bir nuqtadan ta'kid cümlenin mazmunini ta'kidlash nuqtasidan ta'kid vositasi deb qaragan bo'lsak, ikkinchi birisi bu shu lamni ibtido deb qilish ko'pincha vaqtda mubtidoning beshi kiradigan bo'lg'achqa, shu buni lamul ibtido deb atagan. Endi biz buni nima hozir ma saodatni keyin lapil amali salih ilgari kelsa inna lapil amali salih as-saadata olib qoldi. O chaqda
ikki dona ta'kid vositasi bir yerga kelib qoladi. Bunda kelishi inna la deb innamu shu mubdani besh chiqqan inna ismini lam ibtida bu inna bir ta'kid vositasi, lam bir ta'kid vositasi, ikki dona ta'kid vositasi bir yerga kirsa bo'lmaydi deganligimiz uchun shu bu yerda xabarni kin keltirish vojib bo'lib qoladi. Üçüncüsü işkili yol durus. İşkili yol durus yine ismini ilgili haberi kim tertip bunca gelsin bulunduğun ya ki haberi ilgili ismisi kim gelsin bulunduğun durus boğan halet bu mu? Mesela innel izze fi ta'atillah diyen koşaş inneninki ismisi ma'rif olup xabri shibil jumla bo'lgan chaqda ilgirkin kelish durust. Masalan inna Muhammad fiddarini inna fiddari Muhammadan deb keltirsak bo'ldi. Inna Muhammadan fiddar deb keltirsak bu chaqda durust bo'ladi. Bu demak, shu tartib va uningki ismining xabrining ilgir keltirishi vojib bo'lish, durust bo'lish, shundaqla kim keltirish vojib, ilgir keltirish vojib, durust degan üç haqqa to'xtaldik. Endi keyindagi mazmun endi shu inna degan so'z qandaq chaqda inna deb, shu innaning hamzasi qandaq chaqda kasr qilib inna deb o'qiladi. Qachaqda innaning qandaq vaqtda innaning hamzasi zibar qilib anna deb o'qiladi. Mushaqqat to'xtalamiz. Ya'ni vujubu fath hamza inna. Innaning hamzasining fatha qo'yishi vojib bo'lgan o'rinlarga to'xtalamiz. Wa hamza in naftah li sadd masdari masaddaha wa fi siwa zaka sari. Inning hamzasini fatha o'qing. O inning ismi xabrining o'rnida masdar turaliganligi uchun uning boshqasida kasra o'qing deydi. Qandaq chaqda inning hamzasini inna deb o'qiladi. Qanday vaqtda inna deb o'qiladi? Qanday chaqda inna deb o'qimsa, inna o'qilolmaydigan joyning hammida inna o'qiymiz. Anna nima? Anna o'qilolmaydigan har qanday chaqda anna o'qilolmasa biz cho'qim buni inna deb o'qiymiz. Biz qanday chaqda anna o'qiladi anning ismi, anning xabri bir masdar qiyas qilinalsa, masdar muavval qiyas qilinalsa, bu chaqda bu anna o'qilsa bo'ladi. Masalan, biz masdar muavval qiyas qilib ja'ani annaka atin senin kilidağallıqın bana keldi. Yoki balagani annaka najahta fil imtihan. Senin imtihanda utuq qozonganliqing bana yetdi deganga o'xshash. Anning ismi, anning xabari hammasidan bir masdar muavval qiyas, masdar qiyas qilib bo'lsa, bu chaqda mana bu anna o'qiladi. Anna o'qiladi. Shunga hamza inna tahlisadda masdar masaddaha inning hamzasini fata o'qing, masdar uning o'rnida inning ismi xabarining o'rnida turadiganligi uchun uningdan boshqasini kasr o'qing dedi. Anda bo'lsa bu yerda 3 xil holat bor. Inning hamzasi fata o'qish vojib bo'lgan o'rin. Inna deb kasr o'qish vojib bo'lgan o'rin, joiz bo'lgan o'rin. 3 o'rin. Vujubul fatha, vujubul kasra, vujubul vajhayn deb 3 o'rin maqsad qilinadi. Endi birinchi xil holat vujubul fatha. Fatha o'qilishi vojib bo'lgan o'rin. Qanday chaqda fatha o'qilishi vojib bo'ladi degan bir gap chiqadi. Fatha o'qilishi vojib bo'lish uchun chuqum anna ismi anning xabarini masdar keladi bo'ladi. Demak, bundan tushunib oldik. Anning ismi anning xabari hammasi masdar muavval qiyas qilinib, u yoki fa'il marfu holatda keladi, yoki mansub holatda keladi, yoki majrur holatda keladi. Endi masdar, odatdagi masdar
marfu, mansub, majrur bo'ladigan o'xshash mastur muallimu yoki mansub holatda keladi, yo majrur holatda keladi, yoki marfu holatda keladi. Endi ba'zi marfu holatda kelganda ya fa'il bo'ladi, endi yoki naib fa'il bo'ladi, yoki mubtada bo'ladi. Endi mansub bo'lganda ya maf'ulun bihi bo'ladi va undan boshqa shu mansubat qatoridan talab qiladi. Majrur bo'lgan joyda yarf jardan keladi yoki muzaf ilayhi bo'ladi va kaza. Masalan, sarrani annaka mujtahidun. Sarrani annaka sening tirishchanligingni xursand qilsak, qanday masdar qiyos qilib shuni fa'illab qildi. Mahalla marfu mishida sarrani ijtihaduka. Sarrani ijtihaduk degan. Qanday qiyos masdar qiyos qilindi desa, anning xabri fe'l yoki ism mushtaqdan kelgan bo'lsa, fe'l yoki ism mushtaqdan kelgan bo'lsa, shu fe'l yoki ism mushtaqning masdar sarf keltirildi. Masalan, sarrani annaka mujtahid degan bu ism mushtaq. Mushu mujtahid degan so'zdan biz ijtihad degan masdarni qiyos qilamiz. Demak, shu fe'l yoki masdardan ism mushtaqdan masdarning uchuq masdarini keltirib, uchuq masdarni muzaf qilib, anning ismini muzaf ilayhi qilib beramiz. Masalan, annaka mujtahidni ijtihad, mujtahidning masdarini ijtihad chiqadi. Ijtihad annakadagi kapning ismisini muzaf ilayhi qilamiz. İjtihaduka, sarrani ijtihaduka degan bo'ldi. Endi sarrani annahu mujtahid desak, o chaqda ijtihaduhu degan bo'ladi. Endi sarrani annaha mujtahida desak, o chaqda uni qiyos qilganda sarrani ijtihaduha deb qiyos qilamiz. Agar sarrani annahum mujtahiduna bo'lsa, masdar qiyos qilgan vaqtimizda sarrani ijtihaduhum deymiz. Sarrani annakum mujtahiduna bo'lsa, qiyos qilganda sarrani ijtihadukum deb qiyos qilamiz. Ammo fe'l o'simi o'xshash. Fe'l o'simi, masalan, sarrani annaka ijtahadta. Sizning tirishchanligingni ijtihadga o'xshash. Ijtihadda sarrani ijtihaduk deb qiyos qilsak bo'lardi. Shu masdar qiyos qilish ahvoli bu. Bu fa'illab qayadim kilalaydi, maf'ullab qayadim kilalaydi, majrurlab qayadim kilalaydi. Bu odatda normali masdar ishlatilgan qanday qo'lda ishlatiladi. Ammo endi buni anning ismi nima xabri fe'l yoki ism mushtaq bo'lsa, shundaq masdar qiyos qilinadi ekan. Navada u ism mushtaq yoki fe'l bo'lmay ismi jami qilib qolgan bo'lsa qanday qilib sarrani annaka rajulun deganga o'xshash kelib qolsa, buni qanday qiyos qilamiz degan bir masala kelib chiqadi. Buni qiyos qilishda kani yakunning masdari bo'lgan kavunni keltiramiz. Kavunni keltirib anninki ismini kan degan masdarning muzofilliyi qilib beramiz. Lafzida muzofillay bo'ladi, ma'nida kan degan masdarning ismi bo'ladi. Annining xabarini uningki xabar qilib beramiz masdarningki. Masalan, sarrani annaka rajulunda sarrani kavnuka rajulan bo'ldi. Sarrani sening er bo'lganliging meni xursand qildi deganga o'xshash. Endi shuningda sarrani annaka rajulni sarrani kavnuka rajulan deb qiyos qildik. Mishadam sarra degan filning fa'il hozir kavn degan masdar bo'lib, mudaf kap uningki muzofilli bo'lib, labzan muzofil ma'nan ismisi rajulan uning xabri deb qaraladi. Masalan, bu bunda qo'yishchi. Sarrani annaha imra'atun, meni uning ayol bo'lganligi xursand qildi desak, buni qiyos qilganda sarrani kavnuha imra'atan deymiz. Agar misol, yana biz o'zgartirsak, sarrani annaki imra'atun desak, sarrani kavnuki imra'atan deymiz. Yoki sarrani
sarrani annaka sarrani annaka rajulun onun misalı gibi sarrani annaka asadun desak sarrani annaka asadun senin yollas bo'lganliging meni xursand qildi desak shuni qiyos qilsak sarrani kavnuka asadan senin yollas bo'lganligingda shunda qiyos qilsak bo'ladi. Mana bu anninki ism va xabari hammasi qo'shilib bir masdar qiyos qilinadi, masdar qiyos qilinadi deganning misoli. Endi demak bizning yuqorida so'zlaganimiz inning hamisining zibar o'qilishi vojib bo'lgan o'rin inning hamisi anna deb zibar o'qilishi vojib bo'ladi ekan, anni ismi xabaramidan qiyam masdar qiyos qilinib bir mufrad so'zning hukmida bo'lgan chaqda. Endi qandoq bo'lgan chaqda kasr o'qish vojib bo'ladi? Ayna inna deb o'qish vojib degan haqida to'xtalamiz. Buningda musannif rahimahulloh bunday deydi. فأكثر في الابتداء وفي بدء صلة وحيث إن ليمين مكملة أو هكيت بالقول أو حلت محل حال كزرته وأني ذو عمل وكسروا من بعد فعل ألقى باللام كألم إنه لذو تقى. Beytning tarjimasi tuvandagidek bo'ladi. Siz inning hamzasini jumlaning 5'ida kelganda kasr o'qing. Bil iftida jumlaning 5'ida kelganda kasr o'qing va fi bud'in sila ism mavsumning silasining 5'i ulab kelganda ism mavsumning ulanma jumlasining 5'i ulab kelganda kasr o'qing. Va haysu inna li yaminin mukmila ve inna qasamning ve haysu inna li yaminin mukmila qasamning javobi olib kelgan o'rinda inna deb o'qing. Inna qasamning javobi kelganda qasam li yamin mukmil bir qasamki to'liqlab beruvchi qasam deganimiz shu inna nima qasam ashida javob bilan to'liqlanadi. Shunga inning qasamning javobi kelganda inna o'qing. Aw hukiyat bil qawl yoki qavli bilan hikoya qilingan so'zlarda inna o'qing. Masalan qalininki xabari qalining maf'ul jumladan kelganda inna o'qing. Ya'ni in qavli bilan hikoya qilinganda degan gap qala zanni ma'nosida kelgan chaqda demakchi. Zanni ma'nosi qildi. 5-incisi aw halat mahallu hal yoki inna halning tutgan o'rnida kelgan chaqda inna o'qing degan gap vov haliyadan keyin inna o'qing demakchi. Vov haliyadan keyin halning mahallida tushganda degan gap hal kelgan o'rinda kelganda degan bo'ldi. Vov haliyadan keyin inna o'qing demakchi. Zurutuhu ve inni zu amel deganga o'xshash. Men uni umidvor bo'lgan holatda ziyorat qildim deganga o'xshash. Va kasaru min ba'di fi'lin ulliqa va ular ta'lam bilan ta'liq qilingan fi'ldan keyin kasr o'qidi. 6-incisi ishki maf'ul talab qilingan af'al qulub fi'llari va af'al qulub fi'llari. Mush ishki maf'ul talab qilingan af'al qulub fi'llaridan keyin kasr o'qiladi. U fi'l af'al qulub fi'llari qanday fi'l desa lam bilan ta'liq qilingan amaldan to'xtatib qo'yilgan fi'ldan keyin kasr o'qidi ular. I'lam innahu lazu tuqa deganga o'xshaydi. Bilingki siz uning taqvodor egasi ekanligini biling dedik. Mishara i'lam innahu lazu tuqada mana bu inna deb o'qildi. Demak 6 o'rinda bu kasr o'qildi degan bo'ldi. Endi kasr o'qilishi vojib bo'lgan 6 o'rin bu va bu mushu 6 o'ringa xos modisi yo'q. Bu 6 o'rindan boshqa yerlarda kelgan ahvollar bor. Faksir fil ibtida dedi. Biz bekni bir sharhlab chiqqanimizda ibtidoda kasr o'qing degan gap masalan
cümlenin 5'ini kasr oqun. Masalan, inna Muhammeden talibun da buqun. Bunu anna Muhammeden talibun da buqsak bo'lmaydi. Nimishqa cümlenin 5'ini kasr qo'yamiz. Çünkü mufratni o'qilab qat'an o'qilsa. İkincisi ism mavsulning siylisining 5'ini kasr oqun deydi. İsm mavsulning siylisining 5'ini bu çağda biz kasr o'qisak bo'lgan, o ism mavsulning 5'ning siylisiga ism mavsulning siylisining 5'ta dedi. Ama o'ttirdi kasr o'qimasiz bo'ladi degan gap chiqadi. Masalan, biz misol keltirsak, ism mavsulning siylisining 5'tikagini masalan ja'allazi innahu mujtahidun. Ja'allazi innahu mujtahid degan o'xshash. Mana bu yerda ja'allazi innahu mujtahid desak, ja'allazi innahu mujtahid. Innahu mujtahid degan allazi degan ism mavsulning silasi. Allazi degan ism mavsulning silasi bo'lganligi uchun innahu keldi, annahu kelmaydi. Endi silaning 5'i aynan shu. Nimishqa asli kam ja'alazi va mujtahid degan bo'ldi. Endi silaning 5'tikami silaning o'tirdi kelib qolsa, u chaqda unda o'qilmaydi. O silaning o'tirdi kelib qolgan vaqtda nima qilsa bo'ladi? Alaqi va zir o'qilish, zabar o'qiladi. Vaqti zabar o'qilsa, bular uradi. Silaning 5'tikasi dedik. Masalan, ja'allazi indi annahu fazil. Ja'allazi indi annahu fazil. Mening qashimdagi kishi keldi degan bu. Ja'allazi indahu. Endi ism mavsulning siylisi indi. Indi ilgari kelgan xabar. Annahu fazil kim kelgan shu mubtada desak, indi annahu fazilni allazininki silasi desak, o joyda anni keldi. Ism mavsulninki silasining 5'tikami o'tirdi kelib qoldi, annahu fazil. Mening qashimda uning yoki bunda desak bo'ldi, u mening qashimdagi kishi keldi, u fazilatli bo'lganligi uchun deb illat qilsam, yoki annahu fazilni kim kelgan mubtada, indini ilgirgan xabar. Uning fazilat mening qashimda fazilatli bo'lgan kishi keldi degan mazmunda. Bunda keltirsak bo'ldi. Endi uchinchisi qasamning javobi rikasi inna keladi dedik. Masalan, wal asri innal insana lafi khusrin. Endi biri qasamning javobi rikasi inna keladi deganda qasamning javobi kelganda cho'qim fil qasam tashlangan bo'lish kerak. U qasam adatul qasam ichidan harful qasam. Qasam vasıtları bilan, qasam harfi bilan bo'lgan qasam bo'lish kerak. Qasam fil bilan bo'lgan bo'lsa bo'lmaydi. Ammo shu qasam fil tashlangan bo'lsa, o'chada uningki xabar inna o'qilishi vojib bo'ladi. Masalan, in val asri innal insana lafi khusrindagi inna zir qildi mana bu yerda. Vallahi inna sidqa nafi'un degan o'xshash. Inna anzalnahu fi laylatin mubarakah inna kunna munzirin. Yoki val kitabil mubin inna anzalnahu degan o'xshash. Bu yerda qasam vasıllardan keladi. Qasam fil emas. Ammo qasam filidan kelgan bo'lsa, qasam fili tashlandi. Ammo qasam fili bilan kelsa, unda qilmaydi. Bu chaqda kasr o'qilishi vojib emas. Endi mishada qasam fili tashlandi. In val asr innal insan lafi khusrin deb, innal insan lafi khusrin deb keldi. Lafi khusrin deb inning xabari lam keldi. Agar mushu lam kelmagan bo'lsa, fil tashlangan ekan ikki yo'l durust. Anni kelsin butdi, inni kelsin butdi, lekin lam kelganligi uchun shunga bu vallahi inna sidqa nafi'un degan o'xshash
bunda kelsa bo'ldi. Shunga bu yerda qasam pili yo'q, qasam maqsad, qasam pili kelmagan. Qasam pili kelganning misoli kim chiqadi. Endi to'rtinchisi qavl bilan hikoya qilingan jumlaning 5 kelgani innu qiladi degan gap qalidan kim kelgani innu qiladi deymiz. Qalidan kim kelgani innu qilish uchun shuqum qala zanni ma'nosida kelib qolgan qali bo'lsa bo'lmaydi. Zanni masalan zanni ma'nosida kelib qolgan bo'lsa zibarni qiladi. Hozir qala inni Abdullah desa dedikin men Allohning bandisi dedi deganga o'xshash. Ama zan ma'nosida kelib qolsa u chaqda anna o'qiladi. Masalan zanni qildigan yerlar bormi desa bor. Masalan biz qala Muhammad innahu mujtahid. Muhammad o'zining tirishchanligini so'zladi deymiz. Endi ataqulu inna Muhammad mujtahid. Sen Muhammed'i tirishchan demsa, tirishchan deb o'ylamsa degan bo'ldi. Bu chaqda inna qilish vojib emas. Bu chaqda zanni ma'nosi bilan kelgan bo'ladi. O chaqda shart emas u. O chaqda nima qiladi? Zibar o'qiladi. Qali zanni ma'nosi bilan kelganda cho'qim zibar ikki maf'ul zor o'qigan ay gumon bilan o'qiganlik uchun zibar o'qilish vojib bo'ladi. Endi 5-inchisi holat jumladan besh kelganda inna deb o'qiladi. Masalan, holat jumlaga misol ko'rsak, Qur'oni Karimda oyat bor. Yoki oyatga misoldan kelsak, kitobimizning o'zida misol chiqdi. Zurtuhu va inni zu amal degan gap. Zurtuhu va inni va haliya inna holat jumlada kelganligi uchun holat jumlaning 5ti kelsa va haliyadan kin kelsa inna qiladi ishimiz shu. Endi 6-inchisi qalb pillardan bir pildan kipti. U qalb pili ta'liq qilingan bo'lsa, qalb pili ta'liq qilinibdi nima bilan? Lam bilan ta'liq qilingan pildan kin kasr qildilar ular. Qalb pilidan kin kelgani anna o'qildi asli. Ammo lam bilan ta'liq qilingan bo'lsa, ammo qalb pili ta'liq qilinibdi, lamsiz kelgan bo'lsa, o chaqda ikki yo'l durustdi. Lam bilan kelgan cho'qim kasr o'qish vojib bo'ladi. Ta'liq qilini, ana ta'liq degan nima desa, ta'liq deganimiz shu qalb pillarini amaldan to'xtatib qo'yish ma'nodan emas. Amaldan to'xtatilgan bo'lsa, ta'liq qilingan bo'ldi, ma'no to'xtatilmaydi. Masalan, misol ko'rsak, odatda ta'liq qilinganning misoli kitobda i'lam innahu lazu tuqadida. Biling siz uning taqvodorlik egiz ekanligini, taqvo ekanligini, taqvolik sahibi ekanligini biling dedi. Buni mishal innahu lazu tuqa i'lamning maf'ulun bihi bo'ldi. Ma'noda cho'qim amaldan muallaq qilinmadi, amaldan qoldirilmadi, lekin amal ma'noda ta'siri bor, lekin amali yo'q. Shunga bu yerda innahu lazu tuqa deymiz. Bu yerga i'lam degan fil mishal afal qilib ta'liq qilingan fil, chunki buningdan keyin shu fil ta'liq qilingan bo'lsa sir o'qiladi deyishimizning sababi shu. Endi hozir javozi fath hamza va kasrha inning hamzasini fatha o'qish va kasra o'qish durust bo'lgan o'rin. Qanday chaqda fatha o'qish durust bo'ladi, qanday chaqda kasra o'qish durust bo'ladi. Biz beshtig'imiz fatha o'qish durust bo'lgan va kasra o'qish fatha o'qish vojib bo'lgan va kasra o'qish vojib bo'lgan haqida to'xtaldik. Endi navbatda to'xtalmoqchi bo'lganimiz durust bo'lgan o'rinlar. بعد إذا فجأة أو قسم لا لام بعده بوجهين نمي مع تلو فالجزاء وذا يترد في نهر خير القول إني أحمد degan o'xshash. Mana demak mushu o'rinlarda tuvanniki bir necha o'rinda 4 o'rinda inna o'qsaqmi bo'ladi, anna o'qsaqmi bo'ladi. Birinchisi iza fujayadan kin kelsa,
inna o'qishqin bo'ladi, inna o'qishqin bo'ladi. Masalan, buning misoli qaraydigan bo'lsak, xaraytu faiza inna dayfa hazirun. Men sirtqa chiqsam, sirtqa chiqishimg'ila mehmon kelib qapti degan bo'ldi. Xaraytu faiza inna dayfa hazirun. Men sirtqa chiqishimg'ila mehmon kelib qapti. Bu bir bo'ldi. Xaraytu faiza anna dayfa hadirun, anna zayfa hadirun, anna o'qilsin bo'ldi. Biz anna o'qilsa qanday tahlil qilinadi, inna o'qilsa qanday tahlil qilinadi desak, inna o'qsak biz bu yerda iza fujaiya harf ushtumliqni bildiradigan la mahallaha min al-i'rab, inna harf mushabbah bil fil, zayfa ismisi hadirun xabarul mustaqil jumla musta'nifa, mustaqil jumla hisoblanadi. Amma biz buni anna o'qsak, anna o'qigan vaqtimizda anna o'qsak u vaqt ikki xil ehtimollik bor. Biri annaning ismi va annaning xabari hammasi qo'shilib tashlangan mubdaning xabari bo'ladi. Xaraytu faiza anna zayfa hadirun degan gap, ya'ni men sirtqa chiqsam mehmonning hozir bo'lishi mavjud, mehmonning kelganligi mavjud degan bo'ldi. Yoki izani biz zarb iza fujoyani zarb deb ilgari kelgan xabar deymiz. Anning ismi, anning xabarini kim kelgan mubtada deymiz. Shuning bilan bu anna qiyos qilinadi. Çünkü bu birinci o'rin mana bu shu. Aw qasamin la ba'dahu bi wajhin numi. Yine qasamdan ki o qasamdan kin yok lam yok o qasamninki indidan keyin qasam yok da ikki yo'l nisbat berildi deydi. Endi qasamdan kin kelgan bo'lsa, qasamdan kin ketdi, qasam vasitasidan kin ketdi. O qasam vasitasi ya fil bilan bo'ladi yoki harf bilan bo'ladi. Endi shu qasamning javobida cho'qim lam bo'lmasin. Shu inining xabarida cho'qim lam bo'lmasin deydi. Lam bo'lganda u chaqda kasr qilish vojib bo'ldi. Biz bayan val asri innal insana lafi khusr degan o'xshash, uni kasr qilish vojib. Ammo qasam ketdi, qasamning xabarida inni ketdi, innining xabarida qasam keldi, qasamning javobi inni bilan keldi. Qasamning javobi inni bilan keldi. O innining xabarida inidan keyin lam ta'kid bo'lmagan bo'lsa, u chaqda buni ikki yo'l durus inna o'qishqin bo'ladi, anna o'qishqin bo'ladi deydi. Ikki yo'l durus. Endi qasam fili zikr qilingan bo'lsa va shundaqla lam zikr qilinmagan bo'lsa dedi. La lami ba'dahu. Qasam fili ketdi, beşti qasam fili bor. Ammo nima yo'q? Lam yo'q. Bunda bo'lgan bo'lsa, cho'qim ikki yo'l durus dedik. Masalan, biz qasam fili zikr qilingan, lam uning xabarida tilga ilinmaganning misolini ko'rsak, uhlifu inna samaratal ilm amal. Uhlib inna samaratal ilm amal. İlim mevisining amal ekanligiga qasam qilaman deganga o'xshash. Endi biz shuni anni o'qisak bo'ldi. Ahlifu anna samaratal ilm amal. Ilmning natijasining amal ekanligiga qasam qilaman deb anni kasr bo'ldi. Kasr o'qiymiz. Anna kasr o'qiymiz. Inning ismi, inning xabari, qasamning javobi deganligiga o'xshasan kasr o'qidik. Endi taqdiri ahlifu ala kawnil amal samaratul ilm degan ma'noda. Ammo anna o'qisak, u joyda uning ismi va xabari hammasi mansub binazil hafiz sadd masaddal javob. Anna o'qisak ahlib anna samaratal ilm amal deb o'qisak, bu joyda bu mufratning hukmida bo'lib, bu ikki maf'ulning
yine qasdima yoki qasamning javobining o'rin turadigan bo'lib masdar qiyos qilinadi. Anning ismi va anning xabri mansub, masdar mansub binazil xatir. Harfi jar zir o'qitqich harfi jar tashlanib ketganligiga asosan mansub deymiz. Sadda masaddan javob. Javobning o'rni turgan bo'ladi. Aslisi o'chada ahlib ala anna samaratul ilm anna samaratul ilm al-amal degan bo'ldi. Endi mishada chunki ala degan harf jarni anakaldagi bayon yo'qdir desa, qiyosiy masdarning beshida harf jarni chiqib qilish deganni aytdi. Kasir holat ishlatildi. Endi mishada buni biz masdar qiyos qilsak, qanday masdar qiyos qilamiz? Ahlifu ala kavni samaratul ilm amalan deymiz. Yoki nima? Ahlifu ala kawnil amal samaratul ilm. Amalning ilm samarasi bo'lganligiga men nima qilaman? Qasam qilaman deganga o'xshash mudolat kasi bo'ladi. Bu yerda ikki yo'l durust deyishimizning sababi mana shu. Endi uchinchisi agar u mushu shartning javobidan kim kelgan bo'lsa, chunki betda unda dabba. Biz betni tarjima qilib o'tamiz. بعد إذا فجاءة أو قسم لا لام بعده بوجهين نمي. بعد إذا فجاءت أو قسم لا لام بعده بوجهين نمي. مع تلك الجزاء وذا يترك في نحو خير القول إني أحمد. إذا فجاءتين كين إشكال درس ياكي qasamdan keyin ashu u qasamdan keyin ashu lam bo'lmagan qasamdan keyin yana ikki yo'l bilan nisbat berildi va jazoning pasiga yandishib kelganda ikki yo'l yandishib kelganda ikki yo'l nisbat berildi. Ma'atil fal jazo degan shartning javobining pasidan keyin kelgan so'z inna o'qilamto anna deganda ikki yo'l durust. Shartning javobi shartning javobida paktu padin ki inni kiptu yoki anni kelgan bo'lsa ikki yo'l durust. Inni kelsin bo'ladi, anni kelsin bo'ladi. Mushu qoida xayrul qavli inni ahmadning o'qishda umumlashdi. Mush ikki yo'l xayrul qavli inni ahmadu xayrul qavli anni ahmadu deb ikki yo'l mana mushu davom umumlashgan qoida deydi. Anda biz izaf joyidinkin inna kasim butu anna kasim buturduk nima yine bir paul jazodinkin shartning javobi kelgan padinki inna kasim butu anna kasim buludu. Bununla masalan misal ko'rsak man yazurni fa innahu mukramun. Kimki meni ziyorat qilsa, u odam hurmatlanadi deb. Man yazurni fa innahu mukram fa annahu mukram. Kilahuma sahih. Man yazurni و من اسم الشرط yazurni jumla shart fa innahu mukram aw fa annahu mukram javob shart. Fa shartning javobi kelgan fa. Buni inna o'qsak inna harf mushabbah bil fil innahu bu ismisi mukram xabar bo'lib jumla mustaqil jumla va inniki jumla musta'nifa in qadimninki shartning javobi hisoblanadi. Endi anna o'qsakcho anna o'qib vaqtimizda anning ismisi va anning xabari masdar qiyos qilindi. Qiyos qilinib mubtada xabar tashlangan desak bo'ladi. Masalan kimki meni ziyorat qilsa u odam hurmatlanguchidir. Kimki meni ziyorat qilsa u odamning hurmatlanishi haq mavjud yoki ras deganga haqqun degan mavjudini taqdir qilsak bo'ladi. Masalan biz qarab baqsak inna man yazurni fa annahu mukramni man yazurni fa ikramuhu
haqqun o adamning hurmatlanish, ikrom qilinishi haq gap bu, ras deganga o'xshash. Manda holatda yine anni o'qilish yoki inna o'qilish ikki yo'l durust deb qaraymiz. Endi to'rtinchisi nima degan? Zayattaridu fi nahwi khayril qawl inni ahmadu. Mush qoida zibar o'qish ya zir o'qish ikki yo'l durustlik qoidasi. Khayrul qawlul khayr Hayrul qawl inni ahmaduni o'qishda umumlashdi. So'zning eng yaxshisi men Allohga hamd aytaman deganlik. So'zning eng yaxshisi men Allohga hamd aytaman deganga o'xshashda anni ahmadu. Yani mening Allohga hamd aytishim so'zning eng yaxshisi deb hayrul qawl anni ahmadu desak, hozir hayrul qawl خير مبتدا مضاف القول مضاف إليه إن ورقم شباب الفل يا اسم أحمد خير ولد جملة خير القول منك خبر ولد جملة خير القول من خبر ولد عند أن نقصقه أن اسمه وأحمد أن خبر عمس مستر قياس قلنا وشغدا خير القول من مبتدا خبر ولد يعني سوزن أقصى mening Allohni va hamd aytib qolliqim degan ma'noda inni ahmadu xabar mubdai muakhir khayrul qawl xabar muqaddam bo'lsa o'chadi bo'laveradi. Endi khayrul endi buning nahvi degan bir gap bor edi. Khayrul qawli inni ahmaduning o'qishda dedi. Buningdan maqsad nima desa, mubtadaning o'zi xabarning o'zi bo'lgan. Xabarning o'zi mubtadaning o'zi bo'lgan. Xabar bilan mubtada ikkisi ittihat bo'la olgan bo'lsa, xabar va mubtada ikkisi ma'noda bir bo'la olgan bo'lsa, bu chaqda bu shu xayrul qawli inni ahmaduni o'qishi deb qaraymiz. Masalan, avval kalami anni ahmadullah. Anni ahmadullah avval kalami degan o'xshash. Xayrul qawl anni ahmadullah. Hayrul qawl inni ahmadullah. Mening so'zimning eng yaxshisi mening Allohga hamd aytishim desak, anni ahmadullahga ta'vil qilingan bo'ldi. So'zning eng yaxshisi men Allohga hamd aytaman desak, inni ahmadullahga tarjima qilinib ta'vil qilingan bo'ladi. Shunga bu nahvi degan gap mubtada bilan xabar ikkisi bir ma'noda bo'lganning misolini ko'rib bo'ladi. Çünkü buningda zibar o'qisin bo'ladi, zir o'qisin bo'ladi. Endi buningda inni ahmadu ikkisi mubtada bilan xabar ikkisi bir ma'noda bo'lgancha inni ahmadu deb kelgan chaqda xayrul qawl degan mubtada jumladan zamir qaysi o'tilsa, mubtada bilan xabar ma'noda bir bo'lsa, rabit ketmaydi. Çünkü mubtadaning o'zi xabar mubtadaning dal o'zi ma'noda. Ikkisi bir gap bo'lgancha bo'ladi. Bu mubtada babidan bir qitim tilg'ilingan so'z. Amisi yuqorqi inning hamisidan zibar o'qish va zir o'qish, inna deb o'qish yoki anna deb o'qish durust bo'lgan 4 o'rin. Va ba'da zatil kasri tashabul xabar la mubtada'in nahu inni lavazar degan o'xshash. Endi tuvandagi betda bizning ko'makchi o'g'limiz lamul ibtidaning xabarga kiradigan kirish haqida. Qanday vaqtlarda lamul ibtida inning xabari kiralaydi? Masalan, val asri innal insana lafi khusrun deb keldi. İşte innal insana lafi khusrun deganda lafi khusrun deb lam inninki xabari keldi mishada. Qanday chaqda keladi, qanday chaqda kelmaydi, qanday kelsa bo'ladi degan haqda to'xtalamiz. Va ba'dil zatil kasri tashabul xabar la mubtada nahu inni lavazar. Mushu kasri igisdan keyin xabarga lamul ibtida hamra bo'lib keladi. Kasri igisi degan gap innidan keyin demakchi. Innidan anna emas, innidan keyin ashu innining xabariga lamul ibtida qo'shilib keladi. Masalan, inni lavazar. Men shaksiz bir padalış o'rniman deganga o'xshash. Ishada endi buni biz lamul ibtida deb atilishning sababi 5dan bir qitim deb o'tdik. Lamul ibtida deb atilishda bu davomli mubtasi
inni kirmegen çağda mubtadanın beşiğe kirdiğen söz boğallığı için şunu lamul ibtida dep atalgan. Lekin bunun yeni bir ismi lamul muzahlaqa dep atıldı. Lamul muzahlaqa yo'tkilib va bu ham ta'kid ma'nosida maqsad qilib turadi. Ta'kid ma'nosida maqsad qilingan lamul muzahlaqa deb atalgan. Nahviylar buni lamul muzahlaqa deb atadi. Nimishqa desa, asli mubtadadan xabarga yo'tkitilgan lam. Nimishqa mubtadadan xabarga yo'tkitildi desa, chunki asli mubtadaning boshqa inna deb iborat ta'kid vastirga kirganlikin, shunga bu xabarga yo'tkitildi deb qaraymiz. Endi bu lamul ibtida odatda inining xabariga kiradi yoki inining xabarining ma'muliga kiradi yoki inining ismiga kiradi yoki zamirul pasga kiradi. Lamul ibtida mush inni kirgan yerga kirishda 4 o'rin kiradi. Birinchisi nima kiradigan? Inniningki xabariga. Innining xabarining ma'muliga, innining ismiga, innining zamirul pasga kiradi. Masalan, har birisida biz birdan misol kelib o'tsak, innining xabari kirgani inni lavazarda mana bu innal inson lafi xusrunda mana bu innining xabariga kirdi. Endi innining xabarining ma'muliga kirdi dedik. Inna Muhammadan akilun ta'amaka deb keldi. Muhammad sizning tamoqni yeguchi deb keldi. Mishada endi inna Muhammadan akilun ta'amakada sharsiz akilga kishidir. Inna Muhammad la akilun ta'amaka bo'ladi. Ammo qanday joyda xabarning ma'muli kirdisiz? Xabarning ma'muli xabarning oldiga chiqsa. Masalan, inna Muhammad la ta'amaka akilun deganga o'xshash bo'lganda xabarning ma'muli kiradi. Endi ba'zi joyda inning ismisiga kirdi dedik. Inning ismisi keyin xabar ilgari kelganda masalan fiddari Muhammadun deganda inna fiddari Muhammadan lam kirsa inna fiddari la Muhammadan deb bunda çağda kirsa bo'ladi. Chunki inna bilan inning ismini o'tirib fasl qilgandan inna bilan Allohning o'tiribda bir yerga kelib qolmadi, o'tirib fasl qilgandan bo'ladi. Zamirul pasda kirsa bo'ladi. Anda zamirul pasda degan nima? Desa, odatda zamirul pasda degan bir zamir bor. Bu zamirul pasda ismi zamir amaliyotda bu harf. Masalan, odatda bu qanday o'rinlarda keladi desa, mubtada bilan xabarni o'tirdi keladi. Mubtada bilan xabarning o'tirini ma'u mubtada, ma'u xabarda mubtada xabarning o'tirini arish uchun ishlatilgan lamni, zamirni zamirul pasda deymiz. Bu odatda boshqa mavzular o'zgarib keladi. Masalan, haza ar-rajul desak, haza huwa ar-rajul deymiz. Haza huwa ar-rajul. Zalika huwa at-talibu. Zalikal mujtahidu da agar biz zalika al-mujtahidu degan vaqtimizda zalika al-mujtahidu desak, al-mujtahidin zalikaniga sifat bo'lish ehtimolligi bor. Huvani keltirsak, zalika huval mujtahid. Ulaika humul muflihun desak, ulaika humul muflihun. Ulaika mubtada, hum zamirul fasli, al-muflihun xabar bo'ladi. Agar hum kelmagan chaqda ikki ehtimollik. Ulaika humul muflihun hum bo'lmasa, al-muflihun ulaikaning sifat bo'lishi mumkin yoki xabar bo'lishi mumkin. Ammo hozir ulaika humul muflihunda shartsiz al-muflihun xabar bo'ladi. Zalika huval mujtahidmi? Huwa bo'lmasa al-mujtahid zalikidan sifat bo'lishi mumkin, zalikining sifati ammo yoki xabar bo'lishi mumkin. Ehtimollik maydon qilib qoladi. Ammo huwa kelgan chaqda shartsiz xabar bo'ladi. Shunga zamirul pasdi mubtada bilan xabarning o'tirini olib turadigan sifat bo'lib turish ehtimolligini olib turadigan zamir degan bo'ldi. Bu zamir mubtada qarab o'zgaradi. Masalan, zalikal huval mujtahid desak, agar 5 ishkilik bo'lsa, ishkilikka bunda o'zgaradigan ahvol bor. Masalan, Muhammad al-mujtahid deb kelsa, Muhammad al-mujtahid deb kelsa, ikki ehtimol. Muhammad al-mujtahid desak, Muhammad tirishchan desak, mubtada xabar bo'ldi. Tirishchan Muhammad desak-chi, u chaqda bu
sıfat mensuplab qoldi. Ammo Muhammadun val mujtahid kelsa, shartsiz al mujtahid Muhammadninki din xabar bo'ladi, hargiz sifat bo'lmaydi, chunki huva degan zamiril fasda bor. Endi Muhammad erlik bo'lib bo'lganligi uchun huva kelgan bo'lsa, Fatima al mujtahida deganda Fatima hiyal mujtahida. At-talibani huma al mujtahidani. Chuqum beşki mubda qarab erlik ayollik birlik ishlik jihatda o'zgarish ilib beriladi. Shunga buni zamiril fasda bulog'ini kirdi. Mana bu lamul ibtida deb atalgan lam, bu ba'zi kitoblar lamul muzahlaqa keladi, ba'zi kitoblar lamul ibtida deb keladi. Hanimidir asli mubtadaning rishkiti inni kirib qolganlikdan xabarga kiradi. Ba'zi joyda xabarning ma'mulga kiradi, ba'zi ismi kiradi, inning ba'zi joyda zamiril fasda kiradi. Bayon biz so'zlab o'tganga o'xshash. Tuvanda buning tafsiloti bor. ولا يلي زلام ما قد نفيا ولا من الأفعال ما كرضيا وقد يليها مع قد كإنزا لقد سما على الإدا مستحوزا. Benim tercümesi bundak. Muşu lamul iktidaga nabi kılıngan haber yanlışıp gelmeydi. Radiyaga o'xshash pildin bo'lgan xabar yondishib kelmaydi. Ba'zida u lamga xabar yondishidi, qat'iyan kelib inza laqad sama alal ida mustahviza deganga o'xshash. Mana bu lamul ibtidoning xabarga kirish shartlari so'zlangan o'rin. 3 o'rinda xabarga lam kirishi, lamning xabarga shu kirishining sharti 3. 3 shart topilganda ankara alaydi. Wala yali zillam maqul bi. Mushul lamga nafi qilingan xabar kirmadi deydi. Agar nafi xabari nafi o'zi kirmaydi. Masalan, innal ihsan la yukrah degan bo'lsa, innal ihsana la yukrah. Ihsan yomon ko'rilmaydi deymiz. Endi mishara nima kirimiz? Lam kirmaydi. Bunda nafi qilinganga dedi. Shunga masalan innalloha la yazlimun nas shay'a deganga o'xshash. Xabar nafi qilinsa, uning lami ta'kid kirmaydi deymiz shu. Ikkinchi birisi shu xabar raziyaga o'xshash pilolab qasi kirmaydi dedik. Endi bayan nafi o'zi kirmaydi dedik. Unda o'zi musbat o'zi kirdi ekan. Masalan, innal ihsan yumda. Ihsan madihilnido deganda innal ihsana la yumdahu deganga o'xshash bunda kirisi bo'ladi. Kirish shu nafi bo'lmaslik kerak deyishimizning sababi shu. Ikkinchi shart shu xabar raziyaga o'xshash tilab qolmasin dedik. Xabar raziyaga o'xshash tilab qolsa bo'lmaydi. Ana o'zi raziyaga o'xshash tildan maqsad nima desa, raziyaga o'xshash tildan bo'lgan maqsad chuqum u xabar fil jumla fi'liya bo'lsin degan bo'ldi. Jumla fi'liya bo'lsin. İkinci, o cümle fi'liyaning pili mazi olsun. Üçüncü, o pili mutasarrif bo'lsin. Dördüncü, o pil qat'iyan qo'shilib kelmagan bo'lsin degan bo'ldi. Chunki raziya cümle fi'liya mo, cümle fi'liya. Pili mazi mo, mazi. Mutasarrif mo, ha mutasarrif. Qat qo'shilib kelmaganlikmi? Ha kelmaganlik. Bunda bo'lganlarga chuqum lamil ibtida kirmaydi. Mesela inna Muhammed la radiya degil olmaydi. Inna Muhammed la radiya degil olmaydi. Inna Muhammed radiya demişqa fil xabar cümle fi'liya. Fil mazi. Am fil muzari bo'lgan bo'lsa bu yerda bayon qildik ana. Endi fil mazi. Mutasarrif mi mutasarrif? Fil muzari bo'lsa ketgan. Endi fil mutasarrif bo'lsa kirmaydi deb o cümle fi'liya bo'lib fil mutasarrif bo'lmay fil jamid bo'lsa bo'ladi. Inna Muhammed la ni'mar racul. Inna Muhammeden
la ni'mar rajul. Muhammad ajab yaxshi er desak, la ni'mar rajul. Ni'midiki pili g'ayri mutasarrif. Pili jamid. Buni birovga kirsa bo'ladi. Endi qat bilan qo'shilib kelmagan bo'lsa, ayni shu qat raziyaga o'xshash bo'lgandan keyin fil mazi bo'lsa, mutasarrif bo'lsa, qat bilan qo'shilib kelmagan bo'lsa, raziyada qat bo'lmagan chiqar. Qat bilan qo'shilib kelgan bo'lsa, kiraverdi. Agar u qat bilan kelgan bo'lsa, fil mazi o'chog'da kirsa bo'ladi. Masalan, biz qat bilan kirganning misolini ko'rsak, inna Muhammad laqad qama desak, laqad qama deb buni keldi. Qat bilan kelgan filni bashkirlaydi. Ammo kirmaydi. Pili mazi bo'libdi. Inna Muhammad innal ihsan nafa'a desak, mushada ihson foydali desak, buni bu yerda lam la nafa'a deb kelmaydi. Mutasarrif bo'lsa kelmaydi. Inna Muhammad radiyallahu radiya deb kelmaydi. Qat qo'shilmagan bo'lsa kelmaydi dedi. Va qad yaliha ma'a qad. Shu Pili muzari şu xabar lamga yondishib keladi. Ay qat bilan kelganda dedik. Masalan nimaga o'xshaydi? Inna za laqad sama alal ida mustahviza deganga o'xshash. Masalan inna harfi mushabbah bil fil za ismi ishorat. Ismisi laqad sama alal ida mustahviza deki buni sama alal ida mustahviza laqad sama inning xabar oldu. Lam kirdi nimishqa asl fil mazi sama raziyaga o'xshaydi. Ammo qat keldi. Qat bilan kelgancha lam kiralaydi. Jazman mana mushu alal ida. Har qandaq alaqi ida endi masalan idaning nurg'un ma'nolari va dushmanga Ali bo'ldi yoki ustun bo'ldi degandek yoki undan boshqa ma'nolarni kiradi. Ma'na bizga alohida maqsad emas bu yerda. Laqad samadiki lamning kirish kirmaslik masalasi asos o'rinda turadi. Endi fe'l navoda muzari bo'lgan bo'lsa kiramda kirdi, uning misollari ko'p chiqdi. Ya'ni innalloha la yazlimun nas shay'a degan o'xshash. Endi xabar navoda jumla bo'lmagan bo'lsa, biz bayam jumla dedik. Jumla bo'lmagan bo'lsa, ina kiralitdi. Masalan, xabar jumla mufrad bo'lgan bo'lsa, ya'ni kiraverdi. Endi shibil jumla bo'lsa, u yine uçakta kirsin bunu. Cümle ismiye olsa yine kirdi. Çünkü cümle fiiliye olağanda manda olsa kirenmeydi dedik biz. Kirenmikka yani kiriş gün çukum nebi olmuşsun, fiil ya ki camit olsun, ya ki katülen koşulup gelsin, ya ki muzari olsun, ya ki cümle ismiye olsun o haber. Ya ki şibil cümle olsun, ya mufret olsun, an kiralaydı. Ama kirenmeydi, o haber, nim buluştuğun kadar nepi olgan bolsa kirenmeydi, haber nepi olgan bolsa. Yine bir pil bulup, pillik cümle bulup, mazi, mutsarif, katilen koşalmaya kelgen bolsa kirenmeydi demekçi. Üçüncü bir şart mı var, lekin beytte bu yok, haber, ismidin kin kelgende haberin kirenmeydi. İsmi ilgiri, haberi, kim kelgan bo'lsa kiralgan bilan innal inson lafi xusrunda kiralgan bilan inna fil xusri insana al insana degan chaqda buni yerda inna lafil xusri al insana deb kelmaydi. Xabar ismidan ilgari kelgan chaqda o'chada xabarga lam kirmaydi. Mesela inna la indaka kitaban deyilmaydi. Amma inna indaka la kitaban deb undakilar zikr. Endi tuvanda to'xtalmoqchi bo'lganimiz kinki darsimiz, bugungi darsimiz o'shada oxirlashdi. Mushu ma'mulga biz bayon degan 4 narsaga kiralaydi degan biri shu inning xabarga lamut ta'kid kiradi, xabarning ma'muliga kiradi,
ismiga kiradi, zimil pastga kiradi degan biz xabarga kirish haqida to'xtalib bo'ldik. Endi keyingi darsimiz endi shu xabarning ma'muliga, ismiga va zimir pastiga lam kirish haqida to'xtalamiz. Bugungi darsimiz vaqt munosabati bilan mushada oxirlashdi. Va oxirida avana alhamdulillahi robbil alamin.